Lamine Yamal haqiqatan ham intervyu paytida Real Madrid o'g'irlar va yig'loqlar deb aytdi. Va bu safar u ehtimol Florentino Perezning sabr kosasini to'ldirdi. Yamal Kings League matbuot anjumaniga Michael Jackson uslubidagi kortga va yuzida yulduzli stiker bilan chiqdi. Suhbat davomida undan Santiago Bernabeudagi El Clasico juda og'ir bo'ladi deb aytilganda, u kulib javob berdi. Biz u yerda allaqachon 4-0 bilan yutganmiz. Biroq keyingi so'zlar hammani hayajonga soldi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Intervyuyer undan so'radi: "Rostdan ham Real Madrid o'g'irlarmi?" deb. So'nggi 10 so'z yoshli Yamal hech ikkilmasdan ha dedi va qo'shimcha qildi: "Ular nafaqat o'g'irlaydi, balki har narsada shikoyat ham qiladi." Bu javobdan keyin Perezning yuzi oqarib ketgani, klub ichida esa bu so'zlar katta rezonans keltirgan.